oynaga qarab bunaqa laqib. Keyin sport bilan shug'ullaninglar. Meni hech shpagatim ochilmaydi. Lekin sizlar menga o'xshab bunaqa qilmaysizlar. Men har kuni qilaman mana. Hech bo'lmasa 2-3 marta. Sizlar nima qilmaysizlar? Men qilaman mana. Sizlar unaqa sakramaysizlar. Menga o'xshab. Men cho'milib chiqsam, o'zim muzika qo'yib o'ynayman bunaqa laqib. Prosta o'ynasalaring ham qomatlaring kelishib ketaveradi. Ovqatni yeb o'tirasizlarmi qilib. Yo'q, men ko'p ovqat yeyman, ko'p harakat qilaman. Sherkilla. Ko'rdilaringmi? Prosta futbolkam ko'tarib ketib qo'rqdim-da. Maniga chiqib ketmasin deb. Masalan, buni ham belga ham, qo'lga ham foydasi bor. Bellaringga, qo'llaringga, orqaga, belni qayirib devorga qilgan paytlaringda foydasi bor. Chunki biz tirakka mana bunaqa qilib o'tirib ketamiz. Rosa katta foydasi bor tikka turishda. Turikka osilish, men osilmayman. Kim bor yoningda? Dadang bor, dadang. Dadang. Ichkarida dadang. Bitta tanish ayoli bilan o'tiribdi, nima edi? Keyin bitta shu shpagatim ochmaganim uchun shpagatim ochilmayapti-da. Lekin shpagatim ochilganda edi, Samarqandda zo'r ochilardi. O'ynab, o'ynab. Bitta shpagat ochardim, ko'tigisiga. Balla voy biladi baqirardi. Prosta Amerikaga kelib faqat pul Uchun qizlarga aytamanki, o'ynashda aybi yo'q. Hech bo'lmasa yarim soat, 40 minut, 1 soat o'ynaylar. Muzika qo'yib. Jon aka, sizni duo qilib hali yeb yotibman. Pokonaga boramiz. Qachon boramiz? Men rosa cho'milib bu kupanliklarni zo'ridan aytganman. Rosa o'ynayman o'zim ichib. Boramiz ana qizlar hammamiz. Qizlar bilan gaplashaylik bugun. Kim yigiti bilan boradi, kim o'zi boradi, kim tanishi, do'sti farqi yo'q. Hech kim yerga siqishga bormaydi. Prosta по-другому. Kim yigiti bilan borsaylar, bemalol kirib siqtirib chiqaversin. Menga puxoy. Eri bilan bo'ladi, yigiti bilan. Men borsam bo'ldi.
Kimga tiktirasan dadangga? Sherzod haromi? Dadangga. Dadang bilan yuraman men. Balamga deb allab pul so'ramaylar mendan. Sizlarga bor balani menga ham bergan Xudoyim. Mana allab pul so'ramaylar, borib erkaklardan so'raylar. O'zimni tashvishim mana buncha. Shuncha allamaylar mani iltimos. O'zimni nogiron tog'am bor. Ballari bor. O'zimni 3 ta balam bor, Xudoga shukr. Bilasizlar, men o'zimni egizak Hasan Husan o'g'lim bor. Yana bitta bala boqib olganmiz. Uni otasi o'lgan, biz boqamiz. Shuning uchun mana hech nima so'ramaylar. Men o'zim akamdan so'rayman yordam. O'zim akamdan yig'lab. Men erkakka pul bermayman. Meni aka-ukam pul so'rasa, men yomon ko'raman. Haliki sizlar. Men даже aka-ukam mendan so'ramaydi ham, Alloh so'ratmasin ham. Pul so'rasa men urush qilaman. Hamma erkak o'zini chorasini ko'rish kerak, tamom. Erkakda ayollar pul so'ragan kuni o'lgan kuni. Men hech qachon bermayman hech kimga. Do'stim bo'laman, yaqinim bo'lasizlar, sinfdoshim bo'lasizlar, menga qiziq emas. Chunki men erkakka pul bermayman, qarzga ham bermayman, yaxshilik qilib ham bermayman. Men o'zim hech kimga qarzga pul bermayman, qarzga pul olmayman hech kimdan. Chem och o'tiraman. Bir kun och o'tiraman. Shuncha Xudodan so'raylar, bandasidan so'raganlaring bilan to'ymaysizlar. Xudodan so'raylar, ko'proq beradi. Bandasiga suyanganlaring uchun, ana shu uchun sizlarni Xudo xor qilib qo'yapti. Chunki nimaga? Sizlar o'sha Xudoni unutyapsizlar. Pul berib turing, yordam bering, iltimos, shu odamda pul bor deb. Sizlar o'sha Xudoni unutyapsizlar. Shuning uchun sizlar bir umr xor, och, ko'chada sarson, birlaring ikki bo'lmaydi, palakat bosib, po'q chichib, po'qlaring o'zlaring yeb yurasizlar. Uni Xudodan so'raylar, pulni, mol, davlatni, hamma narsa. Biz sizlarga berganlarimiz bilan sizlar boy bo'lib qolmaysizlar, qorinlaring to'yib qolmaydi, yo birlaring ikki bo'lib qolmaydi. Shuning uchun Xudoni unutyapsizlar, shuning uchun inalaringni omiga kirib, bir umr ana shunaqa qashshoqlikda yashaysanlar. Xafa bo'lmanglar, bu to'g'ri gap-da. Hozir mana voy birovni so'qsam, men shu balan pulini olsam, men shuni ko'tiga sikib pulini olsam, yo men bunday qilsam, men shu balada 5000 bormi ekan, bunda $1000 bormi ekan deb yursam, men qornimni to'yg'iza olmaydi 50 ta bala bo'lsa ham. Men Xudodan so'rayman. Och qolsam ham, to'q bo'lsam ham, men o'ynab, kulib Xudodan so'rayman. Qo'limni mashina ko'tarib Xudodan so'rayman. Ey Xudojon, meni yomon ish qilishga majbur qilma, sen ber Allohim deb shuni o'min qilaman, sababchilari keladi o'zi. Allo Nozim, nech pul tashlab kartangga aytib yuor deydi. Men Xudodan so'rayman. Prosta Xudoyim meni hech narsaga, hech qaysi bandangga muhtoj qilmagan. Meni onamdan boshqa hech kimga muhtoj qilmagan deb Xudojon desam, shuni menga Xudo beradi. Lup etib sababchisini jo'natadi, bironta bolanimi, tanishimmi, biron nimami, qarochida, tushunyapsizlar? Shuning uchun men bu efirlarga kirib qancha shunaqa tilamchilik qilib, qancha shunaqa odamlar allab pulini olaman deb o'tirsalaring, battar qashshoq bo'lib, xor bo'lib, xafa bo'lmanglar, bir umr birlaring ikki bo'lmay palakat bosib yurasizlar. Mana sizlarga javob. Dadamni qizi emasmanki, agar men shu gapim 5 yil sina ishlama, faqat odamlardan pul so'rab yur, men shunaqa pul berib turing. Pul berib turing, yordam berib turing, qiynalyapman, onam kasal, balam kasal deb yursang, 5 yil sini, 5-yil o'zi tamom bo'lib boraverasan.
Shuning uchun so'ramanglar. Xudodan so'ranglar. Kimdir sababchisi bo'ladi.